در شب مهتاب میرم آب و تابی دیگر است باده و مهتاب با هم همچو شیر و شکر است آه یا ای دادیار به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد میدونی قلبم آروم نداره تو سینه من یه بیقراره زنجیر رو بکن ز پا دیوونه من چشم انتظارم بیا به خونه من توحید منی بزن مردم بدونن غم عشق تو رو تو چشم من بخونن تو خورشید منی من ذره محتاج نورم بیا گرمی بده به جون من اگر چه دورم فقط یه روز تو جدا میشم که توی گورم میدونی قلبم آروم نداره تو سینه من یه بیقراره زنجیر رو بکن ز پا دیوونه من چشم انتظارم بیا به خونه من به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد به دیدن من بیا مهتاب در اومد بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد Bravo. Nasiba Abdullayeva jamoasi Diyoraxon olqishlab qo'yamiz. Keling, marhamat. Va birinchi bo'lib Shohruxxonga yuzlanamiz, marhamat. Fikringiz. Birinchi bo'lib vaqt ketyapti aka. O'zlari nozik bo'lsalar ham qo'shiqni boshlaganlarida men ulkan tog'larni ko'rdim. Men o'yladimki qo'shiq yana bu yog'i ham shunaqa bo'ladimi desam, keyin qo'shiq o'zgarib o'sha ayolga xos bo'lgan noziklik, iffatni ko'rdim. Men baho bera olmayman. Men faqat o'sha ko'rgan narsalarimni ayta olaman. Rahmat sizga. Shohruxxonni prodyuserlari zaldami? Biz ham qo'shiqlarni shunaqa ko'rgimiz kelyapti. Rahmat sizga. Olqishlab qo'yamiz Shohruxxon. Rahmat. Anvar Jo'rayev, siz qanaqa ko'rdingiz bu qo'shiqni? Men nimagadir yoshlikka qaytib ketdim. Bu qo'shiq shu biz Buxoroda o'sha to'ylarda och Qovg'ishdan qilingan deb o'lcha. och qozonni oldida davay kaboblardan bizaga beringlar deb berganda shu qo'shiqlar kuylanardi. Ama kim aytdi menga ham bering? Biza kuylardik. Da shu qo'shiq 80-yillarda, qo'shiq- 90-ga yaqin. shu Yo, qo'shiqlar yo, yo, kuylanar. Nasiba opa, u to'ylarda siz aytmasdingiz. U to'ylarda sizni qo'shiqlaringizni aytishardi. Buxoroning to'ylarida ham men aytardim. Yo'q, siz borgan to'ylarda biz osh talashmaganmiz-da. Biz osh talashgan to'yda siz bormay yo'q edingiz deb aytdi. Osh bo'lmasada u yerda jarkoye bo'lardi. Ha, kartoshka bilan aka qo'ying u gaplarni. O'sha Ovqat yegisi kelib ketdi odam. men maza qildim, maza. Ovqatni gapirmaylar, hozir Mirshakar men ham endi uyga boray deb ketib boradi. Hammasi o'zimizga qolib ketadi Yo, keyin. to'g'risida qo'shiq haqida ekan fikrini so'radi. Meni bolalikka olib ketib, jarkoy, kartoshka, go'sht, amakim to'yda aylanib yuribman hozir. Kerakmi shu narsa menga? Men o'sha paytlarga qaytdim-da. Rahmat sizga. Qo'shiq yoqdimi? Qo'shiq потрясающий aytdim-ku. Patrisashi yoqdi deganimi aka? Zo'r, juda ham Zo'r, minnatdorman. Rahmat. Diyoraxon, bravo. O'sha buxorochasiga aytganda bravo. Farruh Karimov, marhamat, sizning fikringiz. Men ham Farruh Karimovdan o'rganyapman. Menga ozgina narsa yetishmadi Nasibaxon. Endi ijro yaxshi bo'lyapti, orkestr, usul, shunda ozgina talab qildiki, sal ozgina kayfiyat yana yaxshiroq bo'lganda edi. Hali Anvar aka aytganday потрясающий bo'lardi.
Patritsiya. o'zi kayfiyat beradigan qo'shiq emasda. Ben 6-8 bo'lgani bilan kayfiyat beradigan qo'shiq emas. ben Sog'inch haqida. uzun ben yig'lab borish misol qildim. Sevgan yorini sog'ingan bir ayolning nomidan Ben aytilayotgan. taassurotini aytyapman. Ben so'zini tushuna olmaganimcha endi mana haligi usulga, keyin ijroga, haligi umuman qo'shiqni kayfiyatidan men endi so'zlarini bilmadim-da. A tak потрясающе. Katta rahmat sizga. Faqat kayfiyatsiz siqildingiz-da, ozgina o'sha to'g'rilasak bo'ldi. Va jamoa ustozi Nasiba Abdullayeva, marhamat. Bu qo'shiq ritmi ozgina odamni agar tilni bilmasak boshqa tomonga olib ketib qolishi mumkin, lekin qo'shiqning ma'nosi sevgan yorini sog'ingan, sog'inch masalasi bor bu yerda. Chunki so'zlarni o'zini ham agar ozgina tarjima qiladigan bo'lsak, mana oyam chiqdi, lekin sen hali ham yo'qsan, kelmading sevgilim degani. Mana meni yonimga kelishga nima seni qo'ymayapti degan ma'no borda, oyog'ingdagi zanjirlarni uzib tashab yonimga kelgin sevgilim degan so'zlari bor. Diyoraxon yashang. Men sizga omad tilayman, baxt tilayman. Juda ham xursandman bugungi chiqishingizdan. Rahmat. Shuncha emotsiyalar uyg'otdingiz bizga. Va